sotuvdan tushgan kottejlarimiz. Bunisini remont qilayotgan ekanlar, bunisi sotilyapti. Ular уже kimlardir olishgan. Xullas, bunisi bitta akamlarga o'tgan ekan. Manzili keladigan bo'lsa, betonkadan taxminan 80 metr, 100 metr kiramiz. Zapravkani shundan orqasida kottejlar. 2 sotuvga tushgan 6 ta xona, hol, oshxona, podvali ham bor. Podval kichkinagina qilingan, kotelniy, kaldovka qilishga bemalol joy bor. Ko'rib turganinglardek korobka holatda, bitta mashina sig'adi, bitta kravatka ham, kitobchang ham joy ham qoladi. Uy ichini bitta obzor qilamiz, xudo xolasa arzon narxda berib yuboramiz. Hol. Endi ozgina peridelka qiladigan ishi bor ekan. Kelganinglarda hammasini tushuntiramiz. Oshxona bo'lgan. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz, podvalga tushadigan zinamiz. Podvalga ko'chadan ham, uy ichidan ham tushsa bo'ladigan qilingan. Bu yog'imizda endi o'zingizlar tabiiyligiga qarab peridelka qiladigan joyi shu. Spalni ichida sanuzel qilingan, общийga qilinmagan ekan. Buni yoptirib, общий sanuzel qilib olishga to'g'ri keladi. Bu yerda bitta xona, orqa hovli mavjud. 100% pishgan ishdan qurilgan ekan. Qurilishi zo'r. Men ko'rib chiqdim, yaxshi qurilishi. Ikkinchi qavatga chiqqanda ko'rib turganinglardek общий sanuzel tashalgan. Kattagina yotoqxona, tepa asosiy yotoqxonadan iborat. Bu ham yotoqxona, bu yoqqa bitta balkoncha qilib olsa bo'ladi. Va ikkita yotoqxona. Buni kichkina demimiz, kattagina letskiy, bu yoq bitta rodительskiy qilib olsa bo'ladi. Ichiga sanuzel tashab ketilgan ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, eslatib o'taman, 16 yillik Bunyodkor mahallasi. Betonkadan 100 metrcha kiramiz. Zapravkani orqa tarafi. Narxi 120 ming startoviy so'ralyapti. Kelishadigan joy bor. Bemalol pastki raqamga qo'ng'iroq qilasizlar.